Muhabbat o'zi nima? Bizning tushunchamizda muhabbat o'sha muzakkar jinsidagi insonni muannas jinsidagi insonga bo'lgan tuyg'ulari. Odamning odamga bo'lgan his-tuyg'ularini muhabbat deydi. Mana bo'ydoqlar o'tiribdi, o'zicha kimnidir sevadi va buni muhabbat deb o'ylaydi. Va o'rta yoshdagilar turibdi, o'sha etapdan o'tib ketgan va u muhabbat emasligini tushunganlar. Muhabbat nima? Muhabbat siz bilan bizga kinoda ko'rsatayotgan narsa emas. Shoirlarning she'rini mavzusi yo'q, hofizlarning so'zlarini ma'nosi yo'q. Muhabbat bor, birodarlar. Muhabbat, birodarlar. Al-hub deyiladi arab tilida. Al-hub kalimasi qomusda habbaba deb keladi, ya'ni qalbning moyilligi. Qalbingiz qaysi narsaga moyil bo'lsa, chinakamiga moyil bo'lsa, shu narsaga muhabbatingiz bor. Mana endi o'zingizdan so'rang. Qalbingiz chinakamiga nimalarga moyil? Sanaymiz. Endi общий hammaning qalbi moyil bo'lgan narsalar: pul, to'g'ri. Mansab, to'g'ri. Dunyo matohi, to'ppa to'g'ri. Qalbimiz shu narsaga moyil. O'shuning uchun ana shu muhabbatimizni obyekti bo'lgan narsalarga intilishlik bizni qiynamaydi. Qalbingiz qaysi narsaga moyil bo'lsa, demak o'shunga muhabbatingiz bor. Muhabbat bu qalbning bir narsaga moyilligi. Endi vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Qalbi Allohga moyil bo'ladi. Tushunarlimi? Muhabbat bor. Haqiqiy muhabbat bu Alloh taologa nisbatan bo'lgan muhabbat. Qalb Allohga moyil bo'lishligi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mo'minmi? Allohni yaxshi ko'rishligi kerak. Agar bir odam zohiriy ibodatlarni ado qilsa, ammo qalbida Allohga moyillikni topmayotgan bo'lsa, bu odam qalbini bir teshirib chiqsin. Takrorlaymiz. Agar bir banda zohiriy ibodatlarni qilsa, roza, namoz, zakot, haj qilyapti zohiriy amallarni, ammo qalbida Allohga moyillikni, muhabbatni his qilmayotgan bo'lsa, bu odam qalbini teshirib chiqsin. O'zi mana shu ishlarni qilishlikdan maqsad Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishmidi? Shu ishlarni qilishdan maqsad Allohga muhabbatimiz yana ham ziyoda bo'lishimidi? Xo'p, endi shu ishlarni qilsak ham Allohga muhabbatimiz ziyoda bo'lmayaptimi? Demak, to'g'ri qilmayapti shekilli bu ishni. Bir odam kasal bo'lib bir tabibning oldiga keldi.